Qizlajonlar, o'rtoqlar, ayollar, qaranglar, men sizlarga mana shu ayollar yuzlarini ko'rsatyapman. Mana. Yosh 48 da. Yosh 48. Agar yuzinglarda mana shu holat boshlandimi, 40 yoshdami, 30 yoshda boshlandimi, 35 da boshlandimi, hatto bu juda ham kech boshlanishi kerak bunaqa narsa. Agar yaxshi qarab yursanglar, umuman yetib bormaysizlar. Terini holatini ko'ryapsizlarmi, qanaqa sinib ketgan. Mana. Men qishloqda turaman, Nodiraxon, men dalada ishlayman, deyaptilar, lekin bu bahona. Shunaqa ayollar qishloqda ham agar xohish bo'lsa qaraladi. Iltimos sizlardan. Конечно, bularda endi tushuntirmagan hech kim, o'rgatmagan. Endi biz xudo xolasa yordam beramiz. Albatta, bu terini chiroyli qilamiz. Lekin juda qiyin bo'ladi. Sizlardan iltimos, vaqtida teriga e'tibor berib qaranglar, o'rtoqlar. Mana